burun bitishi, og'izdan nafas olish va kechqurunlari xurrak otish, aksa urishlar, burunda qichishish, allergik rinit bilan og'rigan bemorlarda keyinchalik 60% holatda bronxial astma yoki bronxlar giperreaktivligi kuzatilishi mumkin. Assalomu alaykum azizlar. Inson bolasiga berilgan eng buyuk ne'matlardan biri nafas olishdir. Nafas olish inson uyqudanmi, uyg'oqmi, biror ish bilan bandmi yoki shunchaki o'tiribdimi, hammasidan qat'iy nazar davom etadi. Burun esa shu nafas olishda ishtirok etadigan muhim a'zolardan biri bo'lib hisoblanadi. Burun bilan bog'liq har qanday kasalliklar insonga muayyan qiyinchiliklar, noqulayliklar paydo qiladi. Anglaganingizdek, bugun burun kasalliklari ichida oxirgi yillarda eng katta muammolardan biriga aylanib borayotgan allergik rinit haqida gaplashmoqchiman. Allergik rinit nima? Allergik rinit bu allergenlar ta'sirida immunoglobulin Y ishtirokida burun shilliq qavatida surunkali yallig'lanish bilan kechuvchi surunkali jarayon. Klinikasida burun bitishi, aksa urish, burunda, tomoqda qichishishlar bilan kechuvchi kasallikdir. Allergik rinit ko'p hollarda atopik dermatit, bronxial astma, allergik konjunktivit kabi allergik kasalliklar bilan birgalikda uchraydi. Buni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, allergik rinit bronxial astma kasalligi rivojlanishi uchun asosiy xavf omillaridan biri bo'lib hisoblanadi. Allergik rinit davolanmasa, bronxial astma kasalligini nazorat qilish qiyinlashadi. Xurujlar keskin ortib boradi. Keltirib chiqaruvchi sabablar: daraxtlar, begona o'tlarning gulchanglari. Bular asosan mavsumiy allergiyalar keltirib chiqaradi. Uy changi, hayvon yunglari, zamburug' allergenlari, bularga ko'proq mog'or zamburug'lari kiradi. Maishiy allergenlar va ovqat allergenlari. Kelib chiqish mexanizmi: organizmga birinchi marotaba allergen tushganda unga nisbatan maxsus immunoglobulin Y sintezlanadi. Maxsus immunoglobulin Y burun shilliq qavatida joylashgan semiz hujayralar va bazofillar qobig'ida joylashadi. Shu allergenni qayta organizmga tushganda semiz hujayralar va bazofillar qobig'ida joylashgan immunoglobulin Y bilan bog'lanadi. Bu jarayon xuddi shu immun tizim hujayralaridan ko'plab biologik aktiv moddalar ajralishiga sabab bo'ladi. Bu biologik aktiv moddalar o'z navbatida allergik rinitni klinikasini paydo qiladi. Tasniflanishi: allergik rinit kelib chiqishiga qarab mavsumiy, yil 12 oy davom etuvchi va professional allergik rinitlarga bo'linadi. Kechuviga qarab intermittiv simptomlar haftasiga 4 kundan kam yoki yiliga 4 haftadan kam va persistik simptomlar haftasiga 4 kundan ko'p va 1 yilda 4 haftadan ko'p turlarga bo'linadi. Kasallik og'irligiga qarab yengil, o'rta og'ir va og'ir turlarga bo'linadi. Kasallikni kechish bosqichiga qarab avj olish va remissiya davrlari tafovut etiladi. Allergik rinit klinikasi. Allergik rinit klinik ko'rinishi quyidagi simptomlar bilan birga kechadi. Burun bitishi, og'izdan nafas olish va kechqurunlari xurrak otish. Burundan ko'p miqdorda shilliq ajralishi. Aksa urishlar ko'pincha xurujsimon va ertalab uyqudan turgandan so'ng paydo bo'ladi. Burunda qichishishlar ba'zan tomoqda va tanglayda ham kuzatilishi mumkin. Hid bilishni buzilishi asosan uzoq davom etgan allergik rinit uchun xos bo'lib hisoblanadi. Allergik rinitni qo'shimcha simptomlari: yuqori lab va burun qanotlarida tirnalishlar, giperemiya va shish, burun qoqilganda qonashlar, tez tomoq og'riqlari va yo'tal, quloqda shitirlash va og'riq, asosan yutinish vaqtida. Allergik rinitni nospesifik simptomlari: doimiy holsizlik, bosh og'rig'i, charchoqni ortishi, diqqat jamlashni juda ham qiyinligi, uyqudagi buzilishlar, kayfiyat tushib ketishi. Allergik rinit odatda allergik konjunktivit, bronxial astma, allergik laringit, atopik dermatit kabi allergik kasalliklar bilan birga uchraydi. Allergik rinitni simptomlari rivojlanishi yoki avj olishi allergen bilan kontakt bilan bog'liq. O'simlik gulchangiga nisbatan rivojlanuvchi allergik rinitlar mavsumiy xarakterga ega. Uy hayvonlariga nisbatan paydo bo'luvchi allergik rinitlar xuddi shu hayvonlar bilan bo'lgan kontaktdan so'ng kasallik belgilari boshlanadi. Uy changiga nisbatan kuzatiladigan allergik rinitda simptomlar doimo yil 12 oy yil davomida kuzatiladi. Allergik rinit bilan og'rigan bemorlarda keyinchalik 60% holatda bronxial astma yoki bronxlar giperreaktivligi kuzatilishi mumkin. Bu holat burun shilliq qavati
va bronxlar shilliq qavatini o'xshashligi bilan bog'liq. Tashxislash. Allergik rinit tashxisi quyidagi mezonlar asosida qo'yiladi. Xarakterli shikoyatlar: burun bitishi, burundan suv oqishi, aksa urish, burundagi, tomoqdagi, tangnakdagi qichishishlar. Anamnezga qaraladi. Bemorda boshqa ko'rinishdagi allergik kasalliklar borligi yoki yaqin qarindoshlarda allergik kasalliklar borligi. Allergologik tekshiruvlar. Burun shilliq qavati mavsumiy allergiyada yorqin qizil rangda, shishgan va ko'p miqdorda shilliq ajralish ko'rinishida bo'ladi. Yil davomida davom etuvchi allergik rinitlarda burun shilliq qavati ko'kimtir, kulrang ko'rinishda bo'ladi. Ba'zan shu bilan birga poliplar ham birgalikda keladi. Davosi: allergik rinitni davolash quyidagilarni o'z ichiga oladi. Medikamentoz davo, eliminatsion chora-tadbirlar, allergen spesifik immun muolaja. Medikamentoz davo allergik rinit simptomlari avj olgan davrda boshlanadi. Bularga antigistamin preparatlar, ingalyatsion glukokortikosteroidlar, kromonlar, lekotringa qarshi preparatlar kiradi. Og'ir holatlarda biologik preparatlar ham qo'llash mumkin. Burunni ochuvchi preparatlarni ko'p qo'llash tavsiya qilinmaydi. Sababi burun ochuvchi preparatlar o'z navbatida medikamentoz rinit chaqirishi mumkin. Lekin davoni ma'lum bir bosqichlarida ingalyatsion glukokortikosteroidlar bilan birgalikda qo'llaniladigan burunni ochuvchi preparatlar yaxshi samara beradi. Ingalyatsion glukokortikosteroidlarni samarasini oshirib beradi. Eliminatsion chora-tadbirlar bu burun shilliq qavatiga tushayotgan allergenlar miqdorini kamaytirishga yoki yo'qotishga qaratilgan harakat. Ko'p hollarda sabab bo'layotgan allergenni butunlay yo'qotishni imkoni bo'lmaydi. Allergen spesifik immun muolaja. Bu muolaja immunoglobulin E ishtirokida kelib chiquvchi allergik kasalliklarni davolashda patogenetik yechim bo'lib hisoblanadi. Bu davo usuli yordamida allergik kasallik simptomlari pasayadi, ba'zan butunlay yo'qolishi mumkin. Endi profilaktikasi haqida gapiramiz. Allergen bilan kontaktni oldini olish, qat'iy parhezga amal qilish, chekinmaslik, davolovchi badantarbiya mashqlari bilan muntazam shug'ullanish. Virusli kasalliklar profilaktikasi. Odatda allergik rinit remissiyasidan avj olishga o'tishi virusli kasalliklardan so'ng ham boshlanadi. Sog'lom turmush tarziga amal qilish. Azizlar, shu bilan bugungi videomiz tugadi. Savollarni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'ling.